Hayotda shunday haqiqatlar borki, ularni hamma ham aytavermaydi. Va shunday savollar ham borki, u savollarga hamma ham javob berishdan tilinmaydi. Keling, bugun biz qarorgohda shu sukunatni buzsak, bugun jamiyatimizda aytilishi kerak bo'lgan eng katta muammoni nima sifatida ko'rasiz? Kabinetimga ba'zi paytlarida yashirin kamera qo'yib ketishimga to'g'ri kelar. Savolning ikkinchi qismida ham bor edi. Agar sal qo'polroq chiqsa xafa bo'lmaysiz. Yo'q, uzr so'raman. Uzr so'rash uchun u kishi yerga tushishi kerak-da. U kishi oyog'i yerda emas. Aksariyat deputatlarimiz, ya'ni xalq vakillari odobli deputat bo'lib o'tirishibdi. Nega ular orasida aynan siz ochiq gapiradigan deputat sifatida chiqdingiz? Deputat odam qo'lda qanaqaki instrument bor, foydalanishi mumkin. U qurol, undan foydalanadi. Siz ayni paytda davlat xizmatchisiz. Lekin ijtimoiy sahifalaringizda reklamalar ham berib borasiz. Bu qanchalik qonuniy deb so'rashing. Endi ma'lum bir yana chegaralar bor, endi uni ayta olmayman. Tasavvur qiling, bugun ijtimoiy tarmoqlar birdan yopilib qolsa, Rasul Kusherboyev qoladimi? Bir ikkita reytingda sal o'sib qolsa, har chiqishda shuni gapiryapti. Uncha pog'onaga erishdik, buncha pog'onaga erishdik, boshqa. Bugun aytilgan gaplar uchun ertaga javob berish talab etilib qolinsa, buni tayyormisiz? Ish hal bo'lmayotgan joyga men boraman. Bugun qurolli kuchlarimizdagi islohotlar haqida fikringiz qanday? Men o'ylayman, biz Osiyodagi eng kuchli armiyalar qatoriga chiqa olamiz, bunga imkoniyatimiz yetadi. Assalomu alaykum, Rasuljon, sizni qarorgohda xush ko'rdik. Rahmat. Rasuljon, bilasizmi, hayotda shunday haqiqatlar borki, ularni hamma ham aytavermaydi. Va shunday savollar ham borki, u savollarga hamma ham javob berishdan tilinadi. Keling, bugun biz qarorgohda shu sukunatni buzsak, sizga shu paytgacha berilmagan savollarni men bersam va siz shu paytgacha aytmagan haqiqatlarni bugun qarorgohda aytsangiz. Rozimisiz? Ya bo'ldi, gapirib bera olsak bo'ldi-ku. Umuman faoliyatingizda, deputatlik faoliyatingizda ham, mana maslahatchilik faoliyatingizda, blogerlik faoliyatingizda ham sizni doim qo'llab-quvvatlaganlar ham bo'lgan, tanqid qiluvchilar ham bo'lgan. Umuman o'zingiz tanqidni qanday qabul qilasiz? Ya asosli bo'lsa to'g'ri qabul qilaman. Ba'zilar endi uyushtirilgan narsani ham tanqid deb o'ylaydi. Endi unday bo'lsa u seziladi, lekin asosli tanqid qilib, men qilgan xatoyimni keltirib bersa, qaytanga undan men o'zimga xulosa olaman. Xo'p, bugun sizni ko'pchilik bloger sifatida taniydi. Aslida Rasul Kusherboyev kim? Bloger deb qabul qilsa, kimlar uchundir shunaqa blogerdir. Kimdir davlat xizmatchisi deb qabul qiladi. Lekin fakt shundaki, mana shu yurtda bitta fuqarosiman men. Va menga blogerlikmi, boshqami, avvalo bu konstitutsiyadagi huquqdan berilgan imkoniyat. Vaholanki har qanday insonni bugun bloger deb ham ko'rish mumkin. Faqat tarmoqlarda ko'p chiqayotganligi uchun balki videolar bloger deb o'ylar, lekin u alohida kasb emas aslida bloger. Xuddi shunday. Bu fuqarolik huquqiy munosabatda shakli. Davlat rahbari ham bir vaqtda o'zida bloger hisoblanadi. Vazirlar bloger, agar sahifa ochganda bo'lsa, oddiy fuqarolar bloger. Masala shundaki, kim bundan qanchalik darajada o'sha o'zini sahifasidan foydalanadi. Men so'ramoqchi bo'lganim, Rasul Kusherboyevni o'zi qanday qabul qiladi? Ya'ni davlat xizmatchisimi, blogermi yoki tizim ichidagi noqulay odammi? Juda ham qattiq xohishim, oddiy inson sifatida qabul qilishlarini qattiq xohlagan bo'lardim. Xo'p, hali endi davlat xizmatida juda ham diskomfort, noqulay shaxsligimni o'zim ham bilaman. Bu juda noqulaylik olib keladi ba'zilarga. Osmondan tushib qolgan yoki qanaqadir bir alohida iqtidori bor inson emasman. Hamma qator oddiy insonman. Hammani bezovta qilgan, ko'pchilik bezovta qilgan narsa meni ham bezovta qiladi. Ko'pchilik xursand bo'lgan narsada men ham xursand bo'larman. Shunchaki masala shundaki, buni qanchalik tan olib ayta olishda bo'lsa kerak hammaga. Endi jamoatchiligimiz, aholi sizni ijtimoiy tarmoqlar orqali yaxshi taniydi. Tasavvur qiling, bugun ijtimoiy tarmoqlar birdan yopilib qolsa, Rasul Kusherboyev qoladimi? Nimaga qolmayman? Ilgari ham bo'lganmiz. Endi agar faqat ovoz yetkazishni vositasi ijtimoiy tarmoq bo'lsa, ijtimoiy tarmoq yopilsa, gazeta bor. So'z bor, odamlar bor. Meni eng ko'p
vaqtimni o'tkazadiganim bu odamlar bilan muloqot qilish. Ya'ni odamlar bilan muloqot qilish imkoniyatdan to mahrum bo'lmagunicha biz nima deydi, qaysidir darajada barib ko'rinaveramiz. To'g'ri, endi millionlab odamlar bilan uchrashish imkoni bo'lmaydi, lekin har kuni o'nlab, ba'zan yuzlab odamlar bilan uchrashib gaplashaman. Rasuljon, siz parlamentdagi eng faol deputatlar qatorida turgansiz, lekin bugun aksariyat deputatlarimiz, men hatto ko'pchilik ham demayapman, aksariyat deputatlarimiz, ya'ni xalq vakillari odobli deputat bo'lib o'tirishibdi-da. Hattoki 3-4 muddatdan beri o'tirganlari ham bor deputat sifatida. Nega ular orasida aynan siz ochiq gapiradigan deputat sifatida chiqdingiz? Men chunki bu narsalar hammasi vaqtincha o'tib ketayotganligini ko'rdim, his qildim va buni tan oldim. Hamma narsa o'tkinchi. Hayotimiz qisqa muddatda o'tib ketar ekan juda ham. Shu o'tib ketgan hayotda, o'tayotgan hayotda qanday o'zimizga berilgan vazifani qanday darajada bajarib yashab o'tamiz. Shunday tinchgina, odobli bo'lib, huzur halovatda jimgina hamma narsaga ko'z yumib ham o'tish mumkin, lekin vijdon qiynaladi. Shu saylovchilar odamlar nimagadir ishonib bir vaqtlar chiqqan, ovoz bergan bo'ladi, issiq o'rnidan turib chiqqan bo'ladi. Eng muhimi ishonch bildirgan bo'ladi. Ishonch bildirib kelgan bo'ladi-da nechadir kilometrlab va ularni o'sha bildirgan ishonchiga shunchaki tupurib qo'yib o'tirish ham mumkin. Shunchaki vijdon qiynalishi mumkin ozgina, lekin hech narsa emas. Va bir vaqt o'zida yo'q, shu ishonch bildirdimi, qo'ldan kelgancha bir harakat qilishim kerak, hech bo'lmasa urinib ko'rishim kerak degan intilish bilan ham yashash mumkin. Endi odamda. To'g'ri. Savolim ikkinchi qismida ham bor edi. Agar sal qo'polroq chiqsa xafa bo'lmaysiz. Yo'q, nechun. Demoqchi edimki, fraksiya o'zlarida bir parlamentdagi qo'shniroqchida aytaman, jurnovsk yasamoqchi bo'lishdimi yo bu siz o'zingizning tanlovingiz bo'lganmidi? Yo'q, mendan hech kim hech narsa yasamoqchi bo'lmagan. Men birinchi prezident davrida, Islom Abdug'anich Karimov davrida ish boshlagan vaqtimizda bizni ochiqchasiga faol bo'lmaslik bizdan talab qilingan edi. Ya'ni tarmoqda sahifalar bor ekan, yopasizlar deb shokda qolganman, qayerga kelib qolganimni tushunmay va men juda qattiq xohish bilan yashaganman. Yo bu yerdan tezroq ketishim kerak yoki muhit o'zgarishi kerak deb. Lekin shu vaqtlarda keyin biroz vaqt o'tib Shavkat Miromonovich prezidentlikka keldi va birinchi aytgan gapi shu bo'ldiki, sizlarni ko'zinglardagi cho'qni biz vaqtida o'chirganmiz, shu xato ish bo'lgan dedi. Endi uyg'oninglar va endi mumkin emas degan narsa yo'q. Deputatmisan, hamma kuchingni ishga soldi, bos endi. Mumkin emas degan narsa yo'q. Obro' qozon, harakat qil. Ilgarigidek o'sha sudra bo'lmaydi deb. Men juda ham kutganman shunaqa davr kelishini va shungacha bo'lgan sarsongarchilik, ya'ni deputat bo'lib ham shunchalik nima deydi, sarson yurgan vaqtimiz bo'lgan, ya'ni kasalxonaga ishim tushib, u yerda korrupsion holatlarni ko'rib, hatto shu darajada bo'lganki, vrachlar ochiqchasiga o'sha onam endi bemor bo'lib qolgandi, shu qarash uchun o'zimdan hatto pul talab qilishgan. Oliy Majlis deputatdan. Da, bilib o'tirib deputat kim bo'libdi degan. Ya'ni bu narsalar menga juda og'riqli edi, lekin biz gapira olmasdik, nima qila olmasdik. Masalan, haqqini talab qilgan bitta deputatimizni ko'rganmiz. Aeroportda shunchaki tortishib qolganligi uchun bitta aqrana bilan shunchaki bo'shatib yuborishgan. To есть deputatni hech kim eshitmaydigan, juda ham past darajaga tushirib qo'yilgan degan bir tasavvur paydo bo'lganki, biz chidashimiz kerak degan. Va men buni qachondir bu narsalar noto'g'ri, bu narsa o'zgarishi kerakligini kutganman. O'sha kutgan narsam kelganda, o'sha prezident bilan bo'lgan uchrashuvda keyin butunlay menda o'zgarish bo'lganki, biz kutgan vaqt endi keldi, endi bosib qolishimiz kerak. Men eslayman, o'sha birinchi yig'ilishda adashmasam prezident sizga murojaat qilib aytgan edi. Mana Rasul Kusherboyevni ko'pchilikka yoqmaydi, lekin menga yoqadi. 20-yilgi o'sha ikkinchi taqiriqqa saylangan vaqtimda aytdi u kishi. El yurtimiz deputat timsolida qonun va axloq odob mezonlarini buzgan mansabdorlarga qarshi tura oladigan talabchan kurashchi, xalq dardini qo'rqmasdan ko'tarib chiqadigan o'z himoyachisi, o'z vakilini ko'rishni istaydi. Bu borada dastlabki qadamlar tashlanmoqda. Rasul Kusherboyev, Shuhrat Polvonov, Alisher Hamrayev kabi yosh va jonkuyar deputatlar faoliyati saylovchilarga juda ma'qul bo'lmoqda. Hech qo'rqmasdan, ayniqsa Rasul to'g'risida ko'p gaplar bo'ladi. Menga ma'qul, har safar men eshitaman. Hammaga ham yoqmaysan, menga yoqasan. Nimaga? Gap savol berishda emas. Gap muhokama qilishda emas. Nima uchun men bularning nomini aytyapman? Qachonlardir biz ham o'zimizni ichki oppozitsiyaga tayyor bo'lishimiz kerak.
o'zimizni milliy urf-odatlarimiz bilan, madaniyatimiz bilan, xalqimizni manfaati bilan tayyor bo'lishimiz kerak. Ochiqlik bu odamlar bilan yaqinlashuv yo'li ekanligini harakat qilib butun kuchni berib ishlashimiz kerak. Ijro hokimiyat hisobdori bo'lishi kerak, o'sha joyiga tushishi kerak. Agar shu momentdan foydalana olmasak, hozir ertaga bunaqa imkoniyat boshqa berilmasligi mumkin. Prezident atrofida yurganlar maksimal buni cheklashga harakat qiladi va qaysidir kuni ishontirishadiki, siz bergan narsani bular suiiste'mol qildi, bo'ldi to'xtataylik degan narsaga ishontiradi prezidentga degan fikr bo'lgan. Lekin prezidentning ochiqlik siyosati bo'yicha jiddiy fikri bor. Biz endi u ko'priklardan o'tib ketdik, u ko'priklar yonib ketdi, endi orqaga qaytishga yo'l yo'q. U kishining fikri. Ya'niki, u kishi shuni xohlayapti va u kishi shu narsada qat'iy turibdi. Men aytmoqchimanki, u kishini bu fikrdan o'zgartira olmaydi. Yo'q, endi u aniq-ku, endi u kishi shuni siyosiy iroda bildirib turgani uchun biz siz bilan gaplashyapmizki, qaysidir darajada qolganlar chidayapti. Ya'ni o'sha kechirasiz, ochiqlik bo'lgan vaqtida ochiqligi toshi o'sha jamoalarga ham otiladi-da. Ular qanday qabul qiladi buni? Qarang, bu haqida alohida yana bir suhbat davomida gaplashamiz. Men hozir so'ramoqchi bo'lgan narsa, sizning eng katta tushunilmagan jihatingiz nima bo'lgan? O'sha ichkaridagi noqulay odam sifatida. Kimdir buni yollayapti. Kimdir bunga o'rgatyapti. Bu qaysidir guruhning manfaatidan yuribdi. Kimdandir bu pul olib ishlayapti, maslahat qilyapti degan narsalar bor. Ya'ni vaholanki meni buyurtmachim oddiy odamlar edi, xalq meni saylovchilarim edi. Men shu gapni aytsam bular ishonmas edi. Odamlarni bildirgan ishonchini haqiqatdan yuki og'ir deb hisoblar edimda. Men qiynalardim ochiqni aytganimda. Qachon shu yukdan qutulaman deb turib. Chunki qancha ming odam ishonib ovoz berganda ertaga ularni oldida men javob berishim kerak-da. Ular yoqamdan oladi-da men. Men bir marta ovoz berish imkoni bo'lganda senga beruvdim. Sen shunga qilmagansan desa, men nima deb javob beraman degan savol meni o'ylantiraveradi-da, o'ylantiraveradi va kechalari ba'zan bezovta bo'lgani uchun turib nima qilardim? Qani edi shu yukdan qutulsam? Mana hozir u yuk menda yo'q deyarli. Keling, Rasuljon, sizning eng jo'shqin faoliyatingiz o'sha Oliy Majlis Qonunchilik palatasida o'tgan. Shu davr haqida batafsilroq gaplashsakda va parlamentda ishlagan davrda ayta olmay qolgan gaplaringiz bo'lganmi? Juda ko'p bo'lgan, bu ayta olmay qolgan gaplar. Chunki u paytda siz hali aytish mumkin bo'lmagan juda ko'p masalalar ko'targansiz. O'sha monopoliyaga qarshi masalalar, o'z avtoga e'tirozlar, bu o'sha paytlar uchun juda sensatsion gaplar edi. Agar yana qanaqadir gaplar bo'lgan bo'lsa-mi? Hozir buni unaqa ekran ko'taradimi, yo'qmi? Hozir balki uchini chiqarishim mumkindir, lekin detalniy qaysi shaxslar bilan bog'liq qismini ayta olmayman. Faqat men buni hozir detalniy ayta olmayman. Vaqtga memuarlarimda balki buni yozarman. Qaysi qonunning qaysi shaxslar emasmi bor. Shu gaplar qolib ketgan lekin. Siz men hozir ko'p savollarim ichimga shunday ko'mdirib qo'ya qoldingiz. Yo'q, endi siz so'radingiz, nimalar ayta olmagansan, men borini aytyapman. Ya'ni shu qonunlar ham bo'lgan. Men hozir uni qaysi qonunlar boshqa hozir ayta olmayman, lekin vaqti kelib shunga imkoniyatlar bo'lar. Shu kunlarga yetib kelsak, albatta men buni xotiramdan o'chib ketmasa yaxshi aytaman. Deputat sifatida siz o'zingizni qanchalik erkin his qilgansiz? Men agar adashmasam, davlat tomonidan xizmat mashinasi ajratilgan mansabdorlar orasida eng erkinrog'i deputatlar deb o'ylayman. Yo, adashdimmi? Yo'q, unday emas aslida. Deputat siz o'zingiz ham erkinlik nuqtai nazaridan ayting. Erkinlik nuqtai nazaridan yo'q. Aslida erkinlikni o'zi yaratib olishga harakat qilasiz, lekin bu har kun kurash bilan bog'liq. Ustiga ustak siz qaysarroq deputat bo'ladigan bo'lsangiz, nazoratchilaringiz ham ko'payib ketadi. Har kun so'raydigan, ko'z quloq bo'lib turadigan, qaraydigan. Bu kundalik kurash bilan o'tishga to'g'ri keladi. Men hatto kabinetimga ba'zi paytlarda yashirin kamera qo'yib ketishimga to'g'ri kelardi. O'zingiz erkinligi uchun kurashasiz, xavfsizligi uchun kurashasiz. Endi shu daxlsizlik bo'yicha qonunda o'sha deputat shaxsini qanchalik darajada qo'liga tushgan odam uni hurmat qiladi, uni o'zining shaxsiy qarashlariga qaraladi. Ayrimlar bo'lardi, raslaki inson sifatida sizni hurmat qilamiz. Masala yo'q. Mana bunaqa gap yo'q, lekin bizga topshiriq bo'ldi, shuni keling rasmiyat yuzasidan qilib qo'yaylik deb, xo'pdir dedim. Hozir endi men chiqib ketdim, endi o'sha paytlar ham bilaman. Ma'lum bir darajada erkin, ma'lum bir masalalarda erkin emas. Nima uchun erkinlik masalasini qo'zg'adim? Sababi bugun siz blogerlik faoliyatida nisbatan erkin faoliyat yurityapsiz, ya'ni butunlay emas, lekin parlamentda hozirgidek erkin bo'lmaganman, buni tan olaman. Parlamentda vaqtimda sen deputatsan, shu nimani yo'qotmaslik kerak. Xullas shu
ko'p gaplarni aytish qiyin bo'lar edi ham boshqa. Keyin parlamentda siz o'zingiz erkin bo'lganingizda ham mana shu erkinligingiz qaysidir nimalarga yoqmasa jazolash kerak bo'lsa yakka o'zingiz emas, ba'zan kollektiv tarzda jazoga tortilishga to'g'ri kelishi mumkin-da. Ya'ni o'sha bu masalaga birgina o'zingizni harakatingiz orqali kollektiv tarzda javob berish masalasi kelganda bu juda og'ir bo'lar ekan. Shuning uchun juda ko'p masalalarda shu kollektiv javobgarlik nuqtai nazaridan cheklanishga to'g'ri kelar edi. Masalan, siz aytilganini aytyapsiz va tarmoqlarga chiqqani xolos bir qator masalalarda juda ko'p bizni tortishuvlarimiz, muhokamalarimiz parlament ichida yig'ilishlarda ko'targan masalalar aslida chiqmagani juda ko'p. Bu tahrirdan o'tib bitta ikkita jurnalist yoki o'sha yerdagi bloger yozib olib jur'at qilib tarqatib yuborgani shu xolos. Bu yerda hali katta muhokamalilik ko'p, ba'zan janjalli yoqalashgacha bormaganki, endi xullas qattiq masalalar ko'pi chiqmagan. Endi bizni kuzatuvchilarimiz ham guvoh bo'lgan. Men o'zim ham o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali televideniyada ham ko'rganman. Parlament minbarida yoki majlislar zalida, fraksiyaning majlislarida siz jiddiy masalalar ko'targansiz. O'sha paytda yuqorida ham aytib o'tdim, monopoliyaga qarshi fikrlar, UzAvtoga qarshi fikrlar aytilgan edi. O'sha paytda sizga bu mavzuda gapirilmaydi degan bosim ham bo'lganmi? Gapirmalaring debmi? Bu masalani to'xtatlaring degan masalalar ko'p bo'lgan. Fraksiyadan, partiyadan shunday topshiriqlar ham bo'ladimi? Yo'q, bo'lgan. Partiyada shu monopoliya mavzusida bir marta esimda byudjet muhokamasida yo qonun muhokamasidami biz. Men umrimda hayron qolganman. Umrida umuman gapirmagan, deyarli muhokamada so'zga chiqmaydigan o'zimizni fraksiyadoshlarim turib fraksiyada o'zimni ayblab ketishganda, bu shunaqa yomon odam, iflos, safimizdan chiqarib yuboraylik buni, boshqa bunga quloq solmasligimizga, bu provokator boshqa deb ketgan. Vaholanki o'shanda men qabul qilinayotgan qonun aynan bizni partiyamizni maqsadi bo'lgan tadbirkorlikka zid edi. Monopoliyaga qaratilgan edi. O'shanda endi sezganman, ayrim paytlarda fraksiya a'zolariga ham topshiriq bo'lib turadi, menga qarshi chiqish, meni sindirish masalasida. Keyin kelib xonamga kelib uzr so'rab aytib ketishgan, to'g'ri tushunasiz deb. Men to'g'ri tushunishga harakat qilardim, lekin men to'g'ri tushungan bilan asl muammo o'zgarib qolmaydi-da. Menga uni to'g'ri tushuntirishga kerak ham yo'q. Rasuljon, o'sha paytda sizni fikringizni qo'llab turadigan, yoningizda bo'lib turadigan yana bir deputat bor edi. Adashmasam, G'aniyev. Doniyor G'aniyev. Ikkinchi chaqiriqda ishlagandim. Undan oldin Abdurashid Abduqodirov bor edi. Biz ikkimiz ko'p maslahat chiqqanmiz. Doniyor G'aniyev ham oxirgi paytlar ko'rinmay qoldi. U Doniyor G'aniyev, men o'sha parlament tashlab chiqib ketganimda u ham o'zining hafsalasi pir bo'lganligini aytgan. Keyin boshida o'sha dastlab biz monopoliyaga qarshi kurash masalasi boshlanganda bizga bo'lgan bosimlar vaqtida u Doniyor ham ochiq aytgan, Rasulga qanday chidagan shu paytgacha. Undan oldin ham bir muddat deputat bo'lib ishlagansiz. Sen endi kelding. Siz shuncha yil qanday chidagansiz degan. Xo'p, o'sha paytda aytish qiyin bo'lgan paytda yoningizda turib shunday erkin fikrlar aytgan Doniyor G'aniyev bugun ochiq bo'lgan paytda nega yo'qolib qoldi? Nima deb o'ylaysiz? Doniyorga vaziyati bilan meni vaziyatimda katta farq bor. Doniyorda yaqinlari, qarindoshlarining ichida amaldorlar bor, katta lavozimda ishlaydigan va ular tomonidan ham bosimlar bo'lib turardi unga. U aytar edi, menga qiyin bo'lyapti, palonchim chiqyapman. Meni tug'ishganlarim orasida amaldor odam yo'q. Hammasi dehqonlar, uyda nima qiladi, mol boqadi, asosiysi shular. Nima qiladi, borib bosim qilib ketmonni olib qo'yadimi? Ya'ni farqimiz shunday edi va mendagi ustuvorlik shunday ediki, meni qarindoshlarim orasida amaldor odam yo'q. Pensionerlar, oddiy insonlar edi. Qorovul shunga o'xshagan. Shuning uchun mendan qarindoshlarim tomonidan menga bosim bo'lmasdi. Endi o'z aytib o'tganingizdek, parlamentda juda ko'p tortishuvlar holatida kuzatganmiz sizni. O'shanday paytda eng katta pushaymon qilgan qaroringiz bo'lganmi? Men pushaymon qilgan katta qaror haqida to'g'risi hech men bezovta qiladigan narsa yo'q. Lekin oxirigacha tura olmagan masalalarim bor, balki oxirigacha kurashib turishim kerakmidi degan. Shunaqa masalalar bor. Kurashda yarimga borib to'xtashga majbur bo'lgan holatlarim bor. Balki shuni to'xtatmasligim kerakmidi deb. Lekin hozir endi nomma-nom esimda emas, ya'niki meni qattiq bezovta qiladigan unaqa narsa yo'q. Umuman o'zi deputatlik qanday maqom? Bu ta'sir qilishmi yoki endi
amalda o'tirgan va shu tizimni ichidan xabari bor odamlar uchun formal lavozim, formal tarzda qaraladi. Hozirgachami? Hozirgacha ham bor. Men nimagadir bunda parlamentni va deputatlar o'zini ayblar ekanman. Yo'q, bu ular o'ylanishi, ularni hech qayerda huquq berilmaydi, tortib olinish kerak. Tashqaridagilar uchun bu formal deb qabul qilinadi, lekin deputat odam o'zini formallikdan buni reallikka ko'chirish kerak. Ya'ni uni o'zida xuddi bor. Bizda xuddi shunday bo'lgan. Maydonga chiqdingmi, demak kurashda. Bizda o'sha bular qayerdan paydo bo'lib qoldi? Bularning tili bor ekanda gapiradigan. Bular shunaqa bo'lib qo'yganmi degan boshda shunaqa qarashlar bo'lgan. Ular hazm qila olmagan. Bizni deputat sifatida o'zimizni tutib, prezident gaplaridan ruhlanib harakat qilayotganimizga va menga juda ko'p aytgan, qariya deputatlarimiz juda ko'p aytgan menga. Uni ko'pchilik o'lib ham ketdi ularda. Ular ham o'tib ketdi, mayli. Lekin men qattiq ishonganman. Prezident rost aytdi, biz ishlashimiz kerak, harakat qilamiz. Men qaytmayman degan ishonch bo'lgan. Men oxirigacha shundan foydalanishga maksimal harakat qilganman. Ya'ni o'shani formallikdan reallikka o'tkazish deputat o'zida bo'ladi. Bizda shunday bo'lgan. Biz uni reallikka o'tkazishga ancha harakat qilganmiz. O'zi amaliyotda qanaqa? Siyosatda rost gapiriladimi? Yo'q. Yoki hamma paytdan vaziyatdan chiqib ketiladimi? Kim siyosatni qanday tushunishi, qarashida bog'liqda endi. Ya'ni odamlar siyosatchilar haqida o'ylaganda ijobiy obrazlarni ham tasavvur qilish mumkin aslida. Unga olib chiqish mumkin. Faqat bu xohishga qarabda. Endi asosiy prioritet xohish shunchaki egallab turgan amalda uzoqroq qolish deb harakat qilinadigan bo'lsa, unda juda ham ko'p yolg'onlar ishlatilishi mumkin. Ya'ni shu yerda saqlab qolish uchun. Qarang, siz 2-3 marta yolg'on degan so'zdan foydalandingiz va urg'u berib aytdingiz. Siyosatda hamma biladigan va aytilmaydigan eng katta yolg'on nima? Mayli parlamentda. Mana shu qonunimiz odamlarga yengillik uchun xizmat qiladi deb aytilishi bo'lsa kerak. Hali qabul qilinmagan qonun bo'lsa shu. Siyosatda kompromat haqiqatan ham ishlaydimi? Sizga nisbatan ham shunaqa kompromatlar ishlaganmi? Ishlagan, juda zo'r ishlaydi. Birorta misol ayta olasizmi? Endi bu oila a'zolariga ta'sir ko'rsatish bilan bog'liq jarayonlar bo'lgan, to'g'risi. Shuning uchun hozir endi uni ayta olmayman, chunki aytish keragi yo'q. Avvalo o'zim asabim buziladi. Ikkinchidan kuzatib turganlar ham ba'zi odamlar ham juda ham qattiq xafa bo'ladi. Shuning uchun endi hozir uni eslab o'tirish kerak yo'q, lekin umumiy aytganda kompromat yig'ish va uni ma'lum bir ma'noda bir odamni to'xtatish uchun ishlatish juda keng tarqalgan amaliyot. Kuzatuvchilarimiz ham bu voqeani yaxshi eslasa kerak. Siz va O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasini rahbari deputat Alisher Qodirov bilan bo'lgan bahs juda jiddiy o'sha paytda bo'lib o'tgan. Hatto keyin sizlar uchun alohida minbar ham yaratib berilgan. Keyin bu bahs nima bilan tugadi va oqibat kim haq bo'lib chiqdi? U yerda haq bo'lib chiqadigan masalaning o'zi yo'q edi. Men endi ko'p xatolar qilar edim boshqa, lekin meni fraksiyam boshqa va men deputat edim. Men qaysidir partiyaning raisi emas. Negadir ayrim masalalarda kutilmaganda shu Alisher aka anaqa bahslashish, meni o'zimga to'g'ridan to'g'ri anaqa tashiydigan bo'ldi-da endi masala. Men keyin o'yladimki, u kishi baribir partiyaning raisi, u kishining darajasida meni tortish deydigan bo'lsa, sog'lom bahs bo'lsa, meni partiyam raisi bahslashi kerak. Men deputatman oddiy. U to'g'ri emas deb o'yladim. O'zi nima edi? Bahsning predmetini? Bahs predmetlari juda ko'p bo'lgan o'zi, to'g'risini aytaman. Menimcha oxirroqda u shaxsiyat bilan bog'liq bo'lib ketdi. Oxirgi o'sha bahsimiz mas'ul lavozimda ishlagan shaxs deputatlarni tanqid qilishni boshladi bir qator. O'shanda negadir uni nishoniga Alisher aka tushib qoldi. Keyin Alisher akani har xil nimalar bilan tanqidlar qilib keldi. Keyin boshqa blogerlar ham uni qo'llab-quvvatlar edi. Keyin masala umumiy deputatlarga qaralib ketdi. Shu paytda men keyin qo'shildim bahsga. Ya'ni umumiy deputatlarga tashlashni boshlaganda, demak, ayolchi bir uchun menga tegan. Shu men ham qo'shilgan vaqtimda u tomon keyin to'xtatdi, bo'ldi. Bahsga kirishmayman deb. Uni odami keldi, Rasul aka dedi, siz bilan bahslashmoqchi emas u odam, bo'ldi. To'xtatdi dedi. Siz ham bo'ldi. U yoqqa dal o'tmang, iltimos u kishi ham to'xtaydi.
shu narsa sabab Alisher akaga ham tosh otish to'xtaldi. Keyin Alisher aka bir kuni keldilar, biz sal kelishmovchilik bo'lsa ham, keyin Alisher aka, Rasuljon siz rahmat, siz baribir umumiy komandadamiz, yo'q do'stim siz dedi, bo'ldi. Bundan keyin o'rtamizda tushunmovchilik bo'lmaydi deb o'ylayman dedi. Yaxshi, keyin qo'l tashab kelishdik bo'ldi dedim. Demak, do'stona munosabatlar saqlab qolingan. Nimaki bo'lgan bo'lsa tushunmovchilik deb qabul qilamiz deyildi. Bo'ldi, shundan keyin ketdim. Keyin men Covid kasal bo'lib qoldim. Shundan bir ikki hafta o'tdi. Shu Covid kasal bo'lib yotgan vaqtimda u kishi intervyu berdi. Mani o'sha parlamentda eng katta populist deb e'lon qildi u kishi. Buni men juda bir anaqa salbiy qabul qildim negadir. Ya'ni kechagina qo'l tashlab, bugun yana bunday qilyapti. Nega dedimda, keyin yana shu davom etib ketib qoldi-da. Keyin shu masalada biz tortishib qolgan edik. Keyin kutilmaganda nimagadir meni tilga qarshiligida ularni komandasi davlat tiliga qarshi bu odam deb qayerdandir o'ylab topishdi, meni rostdan o'qilishdi. Haligacha internetda ba'zi holatlarda meni aynan davlat tilini rivojiga qarshi odam bo'lgan bu degan ma'noda negadir ma'lumot tarqatiladi, lekin qayerda qarshilik qilganman, nima bo'lgan hech o'zim bilmayman. Negadir shunaqa uydirma topishgan. O'zi nima deb o'ylaysiz? Parlamentda masalan fraksiyalar o'rtasidagi bahs munozara doim bo'ladi-da. O'shanday holatlarda masalan raqib fraksiya a'zosi deputat ikkinchi deputatni populistlikda ayblasa, bu jiddiy ayblovmi? Onun uchun parlamentda fraksiyalar aro bahs, fraksiyalar o'rtasida g'oyaviy bahslar real bo'lishi kerak-da. Boya bitta fikr aytdingiz, bo'ldi endi ketish kerak degan bir xulosaga keldim degan bir fikr aytib o'tib ketdingiz. So'ramoqchi bo'lganim, qachon tushundingiz buni? Endi bo'ldi, ketish kerak degan fikrni. Qiziq holat, prezident o'sha 20-yilning boshidagi yig'ilishda meni e'tirof qildi, sen ko'pchilikka yoqmaysan, lekin men seni kuzataman va hokazo ijobiy fikrlar bildirdi. O'sha majlisdan men sezganman, juda qattiq menga anavi bo'lgan. Yoqtirmaydigan odamlar ham paydo bo'lishni boshladi. Ikkinchi tomondan o'zaro ichimizda sezilgan nima deydi, qanaqadir nito qarash deydimi, bilmayman nima, xullas sekin bu avj olishni boshladi va 22ni o'rtalarga kelganda bu avjiga chiqdi. Men shunda o'sha ketish kerak ekan deb juda ko'p narsani siqib qo'yish boshlandi. Hatto o'zimni o'sha fraksiyam, deputatlar meni o'sha nimada ayblashni boshlashdi. Bu zararli odam boshqa deb. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz sizni parlamentdan ketishingizni asosiy sababi sifatida o'sha Xalq demokratik partiyasining raisi, ayni paytda spiker o'rinbosari bo'lib ishlab turgan Ulug'bek Inoyatovning o'sha budjet muhokamasi edi, adashmasam. Budjet muhokamasida siz so'z so'radingiz, u kishi so'z bermadi va shu asosiy sabab bo'ldi deb qabul qilishgan. U oxirgi tomchi bo'ldi-da endi. Rostdan ham shundaymi deb so'ramoqchi edim. Shu oxirgi tomchi bo'ldi. Agar shu yerda menga so'z berilganda-yu, mayli fikrimni inobatga olma, lekin menga qanchadir ming odam ishonib ovoz bergan, men shuncha ming odamni fikrini, pozitsiyasini yetkazishim kerak edi-da, qabul qilmagan taqdirda. Agar balki shu paytda so'z berib, mayli eshitib, muhokamaga qo'yib, qanaqadir qabul qilinganda, men o'sha so'zibda oxirigacha ishlagan bo'lar edim. Bu oxirgi tomchi bo'ldi va biz bu o'zimiz inkor qilishga cho'qqisda ekanligimizni bildirdi. Chunki nimagaki men unaqa zalda o'tirmaslik kerak deb hisobladim. O'zi amaliyotda qanday? Masalan, raislik qiluvchi deputatga so'z bermaslik mumkinmi? Bu qoidalarda bormi? Bu o'sha parlamentda reglamentida belgilangan-ku, menga kafolatlangan-ku so'z so'rasam berish kerakligi. Menga mandatni xalq bergan va men so'z so'rayapman, ya'ni u kishi o'zi so'rayapti so'z. E'tiroz fikrlar bormi deb so'rayapti va men so'z so'rayapman. Meni yoqtirmagan taqdirda ham lekin berish kerak-da so'z. Keyin u kishi shunga izoh berdimi? Nima uchun sizga so'z bermaganligi? Yo'q, men u kishi bilan keyin gaplashmadim, lekin menga aytishgandiki, siz so'z so'ramagan ekansiz, qanaqa bu uydirma gap ekan deb. Men ko'rmadim. Siz knopkani bosganingizda tabloda ko'rinish kerak-ku. O'zlarida ham ko'rin va hatto men o'rnimdan turdim, baqirdim. Butun zal ko'rdi, lekin u kishi ko'rmay qolibdilar. Men ko'rmadim deb izoh bergan va ko'rmadim degandan keyin, ya'ni so'z so'ramagan degandan keyin men majbur bo'ldim o'sha videoni qo'yib yuborishga. Ya'ni ungacha ham boshqa videolar juda ko'p haligacha saqlanib turibdi. Menda bundan battar videolar ham bor, lekin uni e'lon qilish niyatim yo'q. Balki e'lon qilarman qachondir kelib. Arxivlarimda turibdi. O'sha oxirgi vaqtlarda o'sha
muhokamalar bo'lganda bu unday demagan edi, bunaqa savol bermagan edi, ko'p mana shunaqa ishlar bo'lgani uchun men majbur hamma chiqishimni yozib yurishga to'g'ri keldida. Isbot, dalil va o'zimga himoya. O'sha paytda lekin boshqacharoq bu fikr bo'ldi. Demak, bu avvaldan yozib tayyorgarlik ko'rilgan, buni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatil degan fikrlar ham bo'lgan edi. Men deyarli ko'p videolarimni yozib yurganman. So'zlayotgan vaqtimda yozib olar edim fikrlarimni. Majbur o'zimni himoyam uchun bo'lgan va men buni e'lon qilaman degan fikr bo'lmagan edi. Men shuni eshitgandan keyin u kishi so'z so'ramagan deb shu gap tarqatish boshlangandan keyin men mana so'z so'raganligimni bildirdi, bilib oldim, qo'yib yubordim. Nima bo'lsa bo'ldi peshanadan deb ketdi keyin. Lekin u kishini endi o'sha paytlarimizda qattiq jahlim chiqqan, xafa bo'lgan. Men o'sha joyda nimaga jahlim chiqdiki? Men o'zim deb a'zosiman, boshqa partiyani vakiliman, u kishi boshqa partiyani vakili. Meni partiyam, meni partiya raisim hech bo'lmasa normal parlamentga o'xshab himoya qilish kerak edi-da. Sen nima uchun meni partiyam vakiliga so'z bermayapsan? U kishi qarab turibdilar-da. Menga qarab, u kishiga qarayapti. Va men shunda sezdimki, bu narsa oldindan rejalashtirib qo'yilgan va men so'z so'rashimni u kishi bilgan. Chunki men fraksiyada ham qarshilik qildim-da, o'zimizni partiyani fraksiyada. Men aytdim, men yalpi majlisda o'zimning partiyasida bo'lsam, lekin fraksiyani ovoz berishiga, ya'ni men qarshiman dedim. Doniyor G'aniyev ham qarshi bo'ldi. Men qarshi fikr aytaman dedim, ya partiyam raisi bilar edi uni. Qarasam, u kishi himoya qiladimi desam, normal parlamentlarda himoya qiladi. Bu yerda bitta izoh berib ketdik. Siz parlamentdan ketgandan keyin ko'p o'tmay partiyadan ham ketish haqida e'lon qildingiz. Chiqib ketdi. Shu bilan bog'liqmidi? Shunday tushundimki, nafaqat qo'llab-quvvatlash, u kishi o'sha o'rtani olib boruvchi o'sha boshqa partiyani raisi bilan men kelishib oldimmi deb o'yladim. Chunki u kishi qarab ko'rib turibdi, indamayapti, u kishiga qarayapti. Agar normal o'zini o'sha fraksiyasini lideri bo'lgan odam, sen nima uchun so'z bermayapsan boshqa partiyani raisi va meni partiyamni vakiliga so'z ber deb talab qilgan bo'lardi. Ya'ni normal lider shunday qilishi kerak. Balkim sizga shunday tuyulgandir, aslida unday bo'lmagandir. Balki unday bo'lmagandir, lekin unday bo'lmaganda ham, lekin fakt shundaki, u kishi menga so'z berilmaganiga ko'z yumdi. Ya'ni u kishi partiyaning lideri sifatida o'zining vakilini parlamentda himoya qilmadi. Shunda siz hozir partiyasizmi? Partiyasizman. Biron partiyaga taklif qilsa borishingiz mumkinmi? Yangi partiya ochilsa o'ylab ko'raman, lekin bu partiyalar birortasiga bormayman. Tushunarli. Lekin bilasizmi, yana shunaqa ma'lumotlar ham bor ekan ijtimoiy tarmoqlarda. Sizni parlamentdan ketishingizni hozirgi voqea bilan ham yoki oldin siz aytib o'tgan voqealar bilan ham bog'liq emas, balki butunlay boshqa bir voqea bilan bog'liq deb talqin qilingan ekan. Nima ekan? Ya'ni qarang, Shavatlandiya degan kafeda yong'in sodir bo'lgan va yong'in oqibatida 5 kishi olamdan o'tgan. Yong'inni sodir etishda ayblangan shaxslarni siz jamoat himoyachisi bo'lib sudda ishtirok etgan ekansiz. Va eng qizig'i, u shaxslarning biri muqaddam 12 yil, ikkinchisi 6 yil ozodlikdan mahrum etilgan shaxslar bo'lgan ekan. Men hozir so'ramoqchi bo'lganim, birinchi galda nima uchun aynan ularni jamoat himoyachisi sifatida ishtirok etgansiz va bu fikr qanchalik asosli? Men hammasini emas, u yerda 2 kishi ayblangan, shuni bittasini himoya qilishda qatnashgan, chunki uni aybi yo'q edi. O'zi ayblanuvchi 2 kishi bo'lgan deb 2 kishi bo'lgan, bittasi yoqib ketgan, ikkinchisi uyda o'tirgan u paytda. Uyda o'tirgan odamni himoya qilganman. Chunki u kishining bo'yniga qiynoq orqali ayb qo'yilgan. Buni sud davomida oshkor bo'ldi, isbotlab berdik. Qiynoq bo'lganligi fakti. Bu bo'yicha xususiy ajrim chiqarildi. Faqat bizda oxiriga kelganda u yerda o'yin bo'lib ketdi. Eshitmadi. Ana jabrlanuvchilar oila a'zolari keldi, to'polon qilib internetda mana qotil yonini olyapsan deb turib olishdi. Bir o'rganish nimalarini yakunni oxiriga xolis muhokama qilishga qo'yilmadi. Biz yoqamizga olishdi, jurnalistlar kelib oldi, sudda teatr bo'ldi, xullas gapirtirmadi. Birinchi marta shunday sud bo'lishi va odamlarni ongiga bular ikkovsi ham qotil degan narsani qo'yishga harakat qildi. Vaholanki undagi bir inson haqiqatda aybdor, lekin u qotillikda emas, mulkka zarar yetkazishda aybdor. Ikkinchisini umuman aybi yo'q. Lekin baribir odam vafot etgan, bu yerda 5 kishi vafot etgan o'sha yong'in oqibatida. Muammo shundaki, kafe portlagan. Ichkaridan gazlab. Kafeni yoqib ketgan odam tashqaridan benzin solingan idishni olib otib qochib ketyapti yoqib. U biroz o'tib portlayapti. Hech kim qiziqmayapti-ku, nega portladi u, ichkarida gaz qanday ochilib qolgandi degan savolga hech kim qiziqmayapti. O'lgan odamlarning birortasi o'rnidan turib harakat qilmagan, qochishga ham. Yong'in vaqtida o'lib bo'lgan.
bu dahshatli narsa. Men shu xulosaga kelganman. Shuni eshitganimdan keyin men dahshatga tushdim va keyin himoyaga kirishdim. Bu nimaga bo'yniga oldi bo'lmasam deb. Sen nega bo'yningga olding deb anondan so'rayapti. Nargisni yoqqanini tan olyapti. Uni qisman aybi bor. Bor unda jinoyat. Lekin aynan mulkka zarar yetkazish jinoyati bormi, qotillikmi, gap yo'q uni. Xolis nima berishga. Ikkinchisi lekin bu o'rgatgan bitta qamoqxonada o'tirgan, lekin jaxsliqda o'tirgan ekan. Deyarli qamoqxonada bir-birini ko'rmagan bular. Yillar davomida. Chiqqandan keyin ko'rishyapti. Mana yoqib ketgan bolani ham so'rayapti, nima uchun yoqqan desam, buni egasi meni pichoqlab ketgan 3-4 oy oldin. Mana pichoq izlari shu holat bo'yicha jinoyat ishi ochildi, lekin qotil topildi. Mana shu bola edi. Men qasdimni oldim deyapti. Mayli dedim. Lekin men bu odamda aybi nima? Bu ustoz buni o'rgatgan deyapti. Keyin men aytdim. Uzr-ku, sen nega bo'yningga olding desam, qiynoq bo'ldi deyapti. Guvoh bormi? Guvoh bor, guvoh oxiri topdik, keldi. Bo'ka hokimiyatda yurist bo'lib ishlayotgan bola ekan. O'sha payt 15 ga qo'yim nimadir sabab o'tirgan ekan. Bola keldi. Dangalni ro'y-rost aytib berdi, qiynoq holat. Nimalar bo'lgan? Akalar dedi. Menga nima kerak bor yolg'on gapirish? Men qarindoshim emas. Birinchi kuni men shokka tushib qo'yganda bu kishi meni ruhiy dalda berdi-da, keyin yaqin bo'lib qoldi. Keyin qarasam, bu kishini rosa qiynadi. Bu kishi hojatga ham chiqolmay qolgan, shuni ko'rdim. O'zi qanday siz u odam jamoat himoyachisiga aylanib qoldingiz? Uni qarindoshlari ariza qilib kelishdi-da, Oliy Majlisga yig'lab kelishdi. Qayta-qayta kelishdi. Siz bir marta borib sudda qatnashing, ko'ring holatni, kuzatuvchi bo'lib ko'ring dedi. Kuzatuvchi bo'lib ko'rganimdan keyin men dahshatga tushdim. Dedim. Keyin o'shani himoya qilishga tushdim va keyin qiynoq holati bo'lgandan keyin xususiy ajrim chiqarish so'rovdik, rad qildi sud. Keyin oxiri hokimiyatda ishlayotgan bola kelib guvohlik bergandan keyin endi iloji qolmadi. Men xalqaro hujjatlar keltirib, mana endi xususiy ajrim chiqarsan xizmat tekshiruviga degandan keyin sud xususiy ajrim chiqarishga majbur bo'ldi. Xizmat tekshiruvi bo'ldi. Juda ko'p narsalar chiqdi uning ichida. Lekin sudda buni ochiq muhokama qilishga vaqt ham berilmadi deyarli. Nomiga qilindi, o'zimiz baho beramiz, bu yoq deyildi. Endi bu meni fikrim. Yog'ini vaqt ko'rsatadi hali ham. Ichidagi bitta odam umuman aybi yo'q. Men shunday hisob, u qotil emas. Qo'y aybini, lekin qiynab qo'yma. To'g'ri qonuniy yo'l bilan qo'y. Bunga qiynoq faktini hamma bilib turibdi, ishonch komil. Qiynoq usullarini shunday gapirib beryapti-ku, guvohlar endi prosta rad qilish iloji yo'q. Inson yolg'on gapiryaptimi, rostmi, taxminan o'zi intuitsiya ham bo'ladi-ku. Shu yerdagi holatlarni ko'rib, himoya qilishga harakat qilganman. Eng qizig'i uni baribir oqlashmadi, bir umrga berdi. Chiqdim, men shu sud yig'ilishdan chiqdim, rosa asabim buzildi. Jurnalistlar kelgan, boshqa bizlarga rosa yopishib ketdi. Qushurbayev qotil yonini olyapti deb 1-2 kundan beri internetda rosa tarqaldi gaplar. Menga rosa bosim bo'ldi. Men chiqdim. Asabim buzilib ketdim. Mashinamga minib. Lekin shu voqea ham sizni ketishingizga qandaydir ta'sir qildi? Yo'q, ta'sir qilmadi. Buni umuman aloqasi yo'q bu ishga. Parlamentdagi nimani yakunlab qo'yish uchun oxirgi savol beraman. Agar sizga yana kattaroq bir lavozim taklif qilinsa, qabul qilasizmi yoki mana yaqinda endi saylovga ham yaqin qolyapti, nomzodlikka tavsiya qilsa, qaysi bir partiya nomzodingizni qo'yasizmi? O'ylab ko'raman, to'g'risi. O'ylab ko'raman. Yo'q ham deyman, hay ham deyman. Katta umidim tashabbuskor guruhdan ko'rsatishga yana qaytilsa kerak. Qozog'istonda bir palatali parlamentga o'tiladigan umumxalq haligi ovoz berish jarayoni qabul qilindi. Munosabatingiz qanday? Bir palatali parlamentga yoki 2 palatali parlament? Qozog'iston tomoni o'ziga ma'qul ko'rgan bo'lsa, o'zi biladi. Mamlakatning rivojlanishi, xalq farovonligi uchun shu xizmat qilsa, ularning tanlovi. Lekin men bizning sharoitda bir palataliga qaytish to'g'ri deb hisoblamayman. 2 palatali bo'lishi kerak, chunki bizda professional 2 ta alohida institut shakllanib bo'ldi va bu institut shakllanishga juda ko'p mehnat, vaqt ketgan. Ya'ni bizda qonunchilik palatani o'zini qiladigan ishlari va chegarasi aniq, senatniki aniq endi. Faqat muammo shundaki, senatorlar tarkibida ijro hokimiyatining birorta vakili bo'lishi kerak emas. Mana shuni to'la-to'kis ijrodan tozalab olishimiz kerak bo'ldi. O'shanda mantiqan to'g'ri bo'ladi. Rasuljon, nima deb o'ylaysiz? Nima uchun odatda haqiqatni aytgan odam muammoli odam sifatida ko'riladi? Haqiqatni aytayotgan vaqtda uni kuzatayotgan odamlarda ham o'ziga noqulay bo'lgan narsalar eshitishga to'g'ri keladi-da. Insonning qulog'iga shirin gaplar juda yoqadi-ku. Tabiatan inson shunday. Haqiqat har doim ham shirin bo'lmaydi-da. Ya'ni tabiatan inson shunday bo'lsa kerak. Albatta, menga ham men haqimda yomon gaplarni gapiraversa, menga ham yoqmaydi. Jonga tegdi-ku deyman. Lekin masala shundaki, agar siz
qaror qabul qiluvchi inson bo'lsangiz va sizni qaroringiz ma'lum bir darajada odamlarga ta'sir qiladigan bo'lsa, qanchalik og'ir bo'lmasin, siz haqiqatda bilishingiz shart. O'shanda qaroringiz to'g'ri bo'ladi. Lekin o'sha parlamentda siz ko'targan juda ko'p masalalar, garchi o'sha paytda juda qattiq qarshiliklar va bahs munozaralar bilan aytilgan, eshitilgan, o'tkazilgan bo'lsa-da, bugun juda ko'pi yechimini topdi. Masalan, mana avtosanoat bilan bog'liq holatlar, monopoliya ma'lum ma'noda, mana korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha yaxshi jadal ishlar yo'lga qo'yildi. Daraxtlarga qarshi moratoriy bo'yicha men taklif yuborganman. Maktablarda o'quv darsliklarini bepul qilish masalasida. Mana hozir bepul. O'sha oxirgi yillari bo'ldi. Endi esimda qolgani shu. Demoqchimanki, siz shular ichida eng muhim siljishlar deb qaysilarini sanab o'tgan bo'lardingiz? Moratoriy, mana daraxt bo'yicha moratoriy. Juda muhim qaror bo'ldi. Buni albatta qo'llab-quvvatlaymiz. Hamma qo'llab-quvvatlaydi. Keyin men shunday hisoblardimki, shu ekologiya sohasida ishlayotganim uchun emas, oldindan o'ylarimki, ekologiya bo'yicha vakolatli organ yo parlament yo prezidentga bo'ysunish kerak deb hisoblardim. Va nihoyat prezidentga bo'ysunadigan prezidentga bo'ysunadigan bo'ldi. Bu amalga oshgan mana ishlar. Juda ko'p to'g'risi, hozir hammasi esimga kelmayapti, lekin o'sha biz bir vaqtlar ko'targan juda ko'p masalalar bugun yechimini topgan. Buni faqat kimdir payqaydi, oddiy odamlarga ba'zan bu ko'rinmaydi-da. O'sha faoliyatingiz davomida sizga bunday chegaralar chizib berilgan yoki ko'rsatilgan payt bo'lganmi? Mana shu chegaradan u yog'iga o'tmaysiz. Yo'q, aniq chegara haqida gap bo'lmasdi. Hammani farosati, jur'atini o'ziga qo'yib berilardi. Har kim o'ziga har xil chegarani o'ylardi. Misol uchun, men ham o'zim uchun ma'lum bir doirada chegara bor deb o'ylar edim. Ba'zan bo'ladigan e'tiroz boshqalardan o'zim taxminan his qilardim, lekin aniq men bu chegara, men bunaqa degan narsa aniq bo'lmagan. Sizningcha eng katta dushmaningiz kim? Men endi dushmaningizni qo'shtirnoq ichida aytyapman. Eng katta dushmanim bu befarqlik, hafsalasizlik va dangasalik bo'lsa kerak. Shu. Qo'rquvdan ham xavfliroq? Ha, bu qo'rquvdan ham xavfli. Qo'rqish bu normal instinkt aslida. Inson qo'rqib turishi kerak. U qo'rqmas bo'lsa, u ko'p yashamaydi. Qo'rqib turishi kerak. Behafsalalik va dangasalik bu eng katta dushman deyiladi hamma davrda. Shu bu eng yomoni shu. Bu tiriklik qolganlarni ham o'ldiradi-da. Endi biz hozir sizni o'sha jasoratli chiqishlaringiz haqida fikr yuritdik, lekin hamma ham buni jasorat sifatida qabul qilmagan. Ko'pchilik buni PR deb qabul qilganlar ham bor. Deputat odam, inson, demak, qo'lda qanaqaki instrument bor, foydalanish mumkin. U qurol, undan foydalanadi. Uni kuzatayotganlar PR uchun deb qabul qilar boshqa. Lekin men uchun u ko'targan masalani muammonisini yechish vositasi bo'lgan xolos. Men shu orqali o'sha men aytayotgan gap muammo yechilishini xohlaganman. Uni qolganlar PR deb tushunganlar. Nima deb tushunsa tushunaversin, lekin menda umuman o'zimning maqsadim bo'lgan aniq. Va shu maqsad yo'lidagi harakat vositalardan foydalanish bizni tanilishimizga olib borganda. Tushunarli. Boya men bejiz muammo haqida so'ramadim. E'tibor bergan bo'lsa, eng katta muammo sifatida aytdim. Oxirgi paytlarda ekologiya bu kattaroq muammo sifatida e'tirof qilinyapti. O'zi rostdan ham bugun ekologiya haqiqiy muammomi yoki trenddagi muammomi? Ekologiya aslini olganda haqiqiy kech qolib tan olinayotgan muammo. Unga qarshi biz juda shu muammoni tan olishga juda katta vaqt yo'qotib qo'ydik. Endi unga qarshi kurashimiz ana shamol tegirmaganiga qarshi kurashayotganga o'xshagan bitta usulda. Men endi to'g'risi bejiz bu savolni sizga bermayapman, chunki siz bugungi kunda Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi rahbarining maslahatchisiz. Va bu savolni sizdan so'ramasam bo'lmaydi. Bugun O'zbekistonda ekologik xavf qay darajada jiddiy? Bu nafaqat O'zbekiston, butun Markaziy Osiyoda o'ta jiddiy va O'zbekiston undan ko'p aziyat chekuvchi davlatlar qatorida turibdi. Geografik joylashuvimiz biz bu masalaga Markaziy Osiyo davlatlari bilan kompleks yondashgan holda kurash kerakligini talab qiladi. Bor gap. Endi biz hozir Toshkent shahar havosini masalan poytaxt yaxshilaymiz deb ming harakat qilib o'sha issiqxonalarda Surxondaryoga ko'chiramiz, boshqa ko'chirganimiz bilan, lekin Qozog'istonning janubiy viloyatlarida qo'shni tumanlarda issiqxonalar ishlashda davom etsa, u natija bermaydi. Asosiy ekologik muammo bu demak energetika sohasida o'sha ishlab chiqarishda qanaqa yoqilg'i foydalanayotganimiz bilan bog'liq.
biz uni tizimga hal qilolmayapmiz. Hop. Haligacha o'sha qish vaqtlarida ma'lum vaqtda sifatsiz yoqib ishlashga to'g'ri kelyapti. U bor gap. Hali ham gaz yoqyapmiz. U bor gap. Bilasizmi, issiqxonalar masalasi haqida gapirganda bitta gapni aytib ketay. Biz 3-4 yil oldin issiqxonalarning hammasini aytdikki, sizlarga endi gaz bo'lmaydi. O'shaning uchun gazdan uzasanda ko'mirga o'tkaz, o'tinga o'tkaz dedikda, uni buzdirib, hamma xullas gazdan uzilib ko'mirga moslashtirdi. Endi juda ko'pchiligi. Shunday bo'lgan. Keyin pechkasini, keyin 1-2 yil o'tdi-da, уже keyin yo'q. Endi gaz beradigan bo'ldik. Ko'mirni ham ishlatmadi, gaz oladiganing gaz ol, lekin ko'mir ham yoqmaysan deyapmiz-da, lekin unga ikkinchi yoqish variantini bermayapmiz-da. Daraxt o'tin olib kelib yoqaman desa, o'tinni qayerdan olding deb uni ham so'rayapmiz. Endi daraxtlarga moratoriy e'lon qilganmiz-ku. Yo'q, u ham bor-da. Mutaxassis sifatida yana bir narsaga aniqlik kiritib keting. Toshkent mana biqinida o'sha Qozog'istonning janubiy viloyatining tumanlari joylashgan va bu yerda juda katta miqdordagi issiqxonalar bor. Bu xohlaymizmi yo'qmi? Hatto mutaxassislar ham buni rasman aytib chiqishganida Toshkentning ekologiyasiga ancha zarari katta deb. Davlatlar o'rtasida mana shu muammoni hal qilish borasida qanaqadir sa'y-harakatlar bormi? Bor. Boshlangan vazirliklar o'rtasida bor. Undan tashqari kuni kecha Buxoroda bo'lgan ikkita davlat rahbarining uchrashuvida bu masala haqida alohida gap ketgan. Buni detalni bilmaymiz, lekin aynan mana shu ekologik masalalarda ishlash bo'yicha masalalar turibdi. Biz takliflarni berganmiz o'sha bu yoqdagi issiqxonalar bilan bog'liq masalani yechish bo'yicha. Bu bilan hozir hatto shu rahbarlar, davlat rahbarlari darajasida shug'ullanilyapti. Endi natijasini vaqt ko'rsatadi. Endi ular qanday yondashadi u tomonga shunda. Men endi shu ekologiya va iqlim o'zgarishlar qo'mitasi raisining maslahatchisi sifatida va ekofaol sifatida so'ramoqchi edim. Toshkentni endi ko'rib turibmiz, ob-havosi juda ham haligi dunyodagi reytinglarda oldingi o'rinlarga chiqib ketyapti. Toshkentning ekologiyasini soflantirish uchun, ya'ni tozalash uchun masalan sizda qandaydir aniq takliflar bormi? Yashil belbog'da oxirgi yetkazishimiz kerak. Aniq mana taklif. Belbog' haqiqatda belbog' holida qilishimiz kerak. Ya'ni belbog' hududiga tushgan uy bormi, ko'chmas nimaiki bor, o'sha chiziqqa tushgan bo'lsa hammasini ko'chirish kerak. Daraxt kesishga moratoriyni hech qanaqa istisnosiz hammaga nisbatan to'liq joriy qilinishi kerak, shart. Shu ishlarga qat'iyat bo'lsa bo'ldi. Ancha yaxshilanadi. To'g'risi. Hozircha endi hammamizga ma'lum yo'li shu, yashillashtirish, ko'paytirish. Xo'p, endi hozir nima bo'lyapti? Moratoriy bor, to'g'ri, bu yoqdan berilyapti, lekin ikkinchi tomondan ayrim guruhlar, ayrim kuchlar uni chetlab o'tib, u yoq qilib, qanaqadir yopiq qaror, topshiriqlar orqali bari kesib yotibdi. Xalq ko'z o'ngida. Men yaqinda bitta xaritani ko'rdim, endi ikkita surat taqqoslangan. Toshkentda yashillik juda qisqarib ketgan ekan. Qisqargan, shuni jabrini ko'ryapmiz. Hozir endi bitta daraxt eng kam 2 ta odamga yetadigan toza havo ishlab chiqaradi deymiz. Ba'zi daraxtlar 13 tagacha chiqarar ekan. Ya'ni shuda endi motivatsiya. Endi afsuski Toshkent shaharining yer osti suvlari ham qochib ketgan ancha-muncha. Yashillik kamagandan keyin, endi ekkandan keyin ko'kartirib olish ham bundan buyon muammo. Endi har bir daraxt uchun uni yashash uchun kurashishga to'g'ri keladi. Bu jihatda ham muammo bor ekan-ku. Ekologiya qo'mitasida ham ishlayotgan juda ham noqulay, diskomfort odamlardan biriman men. Men bu Shuni so'ramoqchi edim. ko'z yumolmayman-da. Ekofaol sifatida sizning eko qo'mita raisining maslahatchisi lavozimingiz yordam beradimi, yo'qmi? Kimlardir buni eshitadimi keyin? Albatta yordam beradi. Ish hal bo'lmayotgan joyga men boraman. Keyin siz ovozingiz eshitishga majbur bo'ladi. Eshitgandan keyin nafaqat qo'pol aytgan o'g'irlikni to'xtatishga majbur bo'ladi-da. Ma'lum bir vaqt. Bir jiddiy case bo'lganida Toshkent shahar hokimining o'rinbosari tomonidan o'sha asosiy yo'llardan birini yuzasidagi daraxtlar kesib tashlangan edi. U bo'yicha jiddiy chiqish qildingiz, keyin oqibat nima bilan tugadi? Oqibat qaror chiqdi. Jinoyat ishi ochilgan. Eng qizig'i jinoyat ishidan aybdor obodonlashtirish xodimlarini qilyapti-da. Zam hokimda tortishga jur'at yetmayapti. Yana bitta noqulay savol, bu ham hozirgi faoliyatingiz bilan bog'liq. Siz ayni paytda qo'mita raisining maslahatchisi sifatida davlat xizmatchisiz. Lekin ijtimoiy sahifalaringizda reklamalar ham berib borasiz. Ya'ni reklamalarga chiqasiz. Buni men ijtimoiy tarmoqdan kelgan savol sifatida sizga bermoqchiman. Bu qanchalik qonuniy deb so'rashyapti? O'zim tarmoqda chiqib hech narsani ochiq reklama qilmayman. Ayrimlar menga obzor qilib berishadi, nimanidir tanishtiradi, aytadi, gaplashamiz, muloqot qilamiz.
shuni aytishayotgan bo'lishi mumkin. Umuman sahifalarimni yuritishni boshqa odamga topshirganman. Mani nomim bilan atalsa ham uni yurituvchisi bor. Reklamli qanaqadir narsalar qo'yyapti. Ya'ni kelishuv bilan topshirilgan admini bor. U bilan kelishganmiz. U barqaror xizmatlar qilib beradi. Ya'ni yuritish, boshqa dizayn hamma tomonlama. Shuni hisobiga ayrim paytlarda shunaqa reklam narsalarni oladi. Kelishuv asosida hammasi. U foyda demak o'sha adminning foydasi hisoblanadi. Demak kuzatuvchilar buni tushunib qo'ysa bo'lar ekan. Ya'ni davlat xizmatchisiga to'g'ridan to'g'ri qaysi mahsulotni reklama qilish yoki xizmat ustuvorligini aytib shuni olinglar qilinglar deyish taqiqlangan. Shu taqiqlanganligi uchun men shu ishni qilmayapman haligacha. Tabiatni asrashda o'zi davlat va jamiyat institutlari o'rtasida kim asosiy mas'ul hisoblanishi kerak? Albatta davlat. Davlat masalan qaror chiqarishi mumkin, reydlar o'tkazishi mumkin, kimnidir jazolashi mumkin, lekin jamiyat uni takrorlayversa foydasi bo'ladimi? Uzr-ku, endi jamiyat kimni o'rniga oladi? Bizdan odamlar namuna oladi-da. Namuna olib o'rganadi. Birovdan ko'rib. Agarki davlat xizmatchisi o'zi Rasuljon, shu yerda kechirasiz, gapingiz bo'lsa maylimi? Ular qilyapti, biz ham qilaveramiz deydi-da. Men sal e'tiroz bildirmoqchiman-da shu fikrga. Uni masalan men bo'lgan ayrim davlatlarda, men Yevropa davlatlarini nazarda tutyapman. U yerda davlat hatto qaror qilgan ekologiyaga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan narsani jamiyat, ya'ni o'sha davlat fuqarolari o'zini e'tirozlari bilan shu qarordan voz kechishga majbur qilingan juda ko'p misollar aytishim. Kimni majbur qilgan? Davlatni majbur qilgan. Davlatni majbur. Shuni aytyapman-da, demak davlat demak ko'proq mas'ul jamiyat ekan demoqchiman. Kechirasiz. Davlat o'z o'rnida o'sha belgilangan qarorni bekor qilishga jur'ati ham bor ekanda, ya'ni tan olar ekanda, hamma gap shunda. Bizda jamiyat odamlar e'tiroz qilib sudlashib yurgan ishlar juda ham ko'p. Toshkent shahari lekin men bizda ham misol bilaman, o'sha bekor bo'layotganlari bor, bekor bo'lmayotgani qaysi darajasiga qarabda, manfaatdor tomonda orqasida qanday kuch turganiga qarab. Chorvoq atrofidagi masala keyin nima bo'ldi? Hal bo'ldimi? Yo'q, u bo'ldi, quriladigan bo'lyapti. Quriladi. Ekologiyaga zarar yetkazmagan holda degan joyini o'qib qolgan edim. Endi shunaqa deb va'da berishdi-ku. Xo'p, bo'lmasa shu ekologiyaga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan yashirin xavflar haqida gaplashsak. Qanday yashirin xavflar bor bugun bizni ekologiyamizga jiddiy zarar yetkazadigan? Cho'llanish darajasi juda kuchayib boryapti. Suv tanqisligi juda ham kuchayib boryapti. Ana shu katta xavf. Shu endi asosiy xavflar. Shu haqida ham so'ramoqchi edim. Keyinchalik katta muammoga aylanish bo'lgan qanday bizda xavflar bor deb so'ramoqchi edim. Suv muammosi haqiqatda katta xavf. Yana qanday xavflar bor? Jiddiy muammoga olib kelishi mumkin bo'lgan. Endi asosan suvni bo'layman men. Suvni hal qilib olsak agar boshqa masalalarda muammo bo'lmaydi. Endi boyagidek mana ekologik masalalar qaysidir mamlakatda nimasi boshqa mamlakat hududiga zarar yetkazyaptimi, yo'qmi shu. Agar biz suv masalasida hamda tejamkorlikka o'tsak, masalan suvni tejab ishlatishga, hatto menda shunday statistik ma'lumotlar bo'lgan ediki, bitta inson O'zbekistonda dunyoning boshqa davlatlari bilan solishtirganda 5-6 martalab ko'p suv sarflargan. Shunaqa. Ya'ni ekologik madaniyatimizda ham jiddiy muammo bor-da. Bu ya'ni ekologik madaniyatimizni ham jiddiy muammo sifatida talqin qilsak bo'ladimi? Albatta jiddiy muammo, bu aniq jiddiyligi. Ba'zi bir holatlar borki, Olimjon aka, u haqiqatdan jiddiy muammo bo'lgani bilan, lekin masalan qish vaqtida aytaylik, biz daraxt kesmalaring moratoriy deymizda, lekin qishloq chet joylarimizda to'g'risi odamlar isinish uchun boshqa vosita topa olmaydi. Nimaga bizni odamlarimiz ekologik muammolar haqida gapirilganda jiddiy qabul qilishmaydi? Yo'q, hozir jiddiy qabul qilish boshlandi. Endi ilgari vahima qilganlar hammasi joyida turibdi-ku, mana suv ko'p-ku, boshqa-ku deyishardi. Mana endi bugun ayni paytda sekin tanalarida o'zlarini mahallasi, uy misolida ko'rib turibdi, suv kamayayotganligini, o'sha ob-havo isib borayotganligini. Shu boisdan sekin-sekin jiddiy qabul qilish boshlandi. Ilgari shu jiddiy qabul qilmaganda, chunki ming bong urgan bilan, lekin atrofda o'zi kuzatmagani uchun shunday bo'lgan. Men bu fikrni ikkitagina misol bilan aytmoqchiman. Mana masalan, yaqinda Chirchidan kelayotganimda bitta joyga to'xtadik. Ko'p qavatli uy ekan, yonida ishonasizmi? Men uni ijtimoiy tarmoqlarga ham qo'ydim. Bir 75 lik trubadan suv kecha kunduz oqib yotibdi. U Surxondaryoda ham bor unaqa. Ichimlik suvi shunday zovurga tushib, zovurdan kanalizatsiyaga ketyapti.
masalan shu yerda qancha aholi yashaydi, qancha odam ko'radi shuni. Bu suv hozir tillaga teng deb aytilyapti, hatto davlat rahbari tomonidan. To'g'ri. Endi u suv quvuridan kelayotgan suvmi yo qanaqa suv ekan, uni bilish kerak ekanda. Surxondaryoda masalan ba'zi hududlarda borda shunaqa, ba'zi uzun Sariosiyolarda bor. Yer tagidan toza suv chiqadi. Yer osti suv qochib ketmasligi uchun shuni arqi tashlab qo'yishgan. Xo'p, endi blogerlik faoliyatingiz haqida ham qisqacha bir suhbatlashsak, agar ruxsat bersangiz, nima deb o'ylaysiz? Blogerlik siz uchun qurolmi yoki minbarmi? Minbar men uchun. Men o'zimni shu g'oyalarim, gaplarimni, fikrlarimni yetkazish uchun avvalo minbar sifatida foydalanaman. Blogerlik faoliyatingizdagi qaysi chiqishingiz jamiyatga yoki rahbarlarga katta ta'sir ko'rsatgan deb hisoblaysiz? Hozir endi sizni qarashim kerak ekanda. O'zi har oyda bir aytib turishadi o'zi. Mana shu mavzuni aytma tegma. Yoki oxirgi yillarda deya qolaylik. Oxirgi vaqt endi hozir meni esimda qolgani mana shu ekologik muammolarga e'tibor qaratish uchun shu Toshkent shahar zam hokimi daraxt kestirib tashlaganda chiqib gapirganman, juda ko'p muammolar aytganman, ko'rgandirsan. O'sha zam hokimi uzr so'radimi, so'ramadimi? Endi bizda uzr so'raladi-ku odatda ko'proq. Yo'q, uzr so'ramadi. Uzr so'rash uchun u kishi yerga tushishi kerak-da. U kishi oyog'i yerda emas-ku. Osmonda-ku bola. Ana shu chiqishim anaqa juda ko'p rahbarlar tomonidan muhokama qilindi, o'rganildi va ijobiy qarorlar bo'ldi-da. Ancha muncha narsani o'zgartirdi shu. Esimda qolgani hozircha oxirgi bir 2-3 oy ichida. O'zi ko'p o'zi to'g'risi. Oyda 1-2 chiqish albatta ta'sir qiladi. Xabarim bor, sinovli paytlar, og'ir kunlar ham tushdi. O'sha aynan chiqishlaringiz ortidan boyagi savolni bejiz bermagan edim, kompromatlar haqidagi. O'shanday paytda masalan do'stlaringiz shu jumladan sodiq qolishdimi yoki jim sukut saqlashni afzal bilishdimi? Do'stlarimiz ham bor, fikrdosh bo'lgan. Mana uzoqlashishni boshlaganlar ham bor. Ularni bilaman, qachon yaqinlashadi, qachon uzoqlashadi. Xafa ham bo'lmayman. O'zi borimiz shu bizni. Lekin men hech qachon ulardan men uchun turib berishni so'ramaganman, so'ramayman ham. Birinchidan turib bera olmaydi. Ikkinchidan turib berishga harakat qilishni boshlasa, uni o'ziga muammo bo'ladi. Men-ku chiqib ketishim mumkindir, lekin u kishilarda meni deb qanaqadir og'ir vaziyatga tushib qolishini umuman xohlamayman. O'zi hayp bilan haqiqat o'rtasidagi chegara qayerda? Men uni bilmayman. Sababi o'z kuzatgan bo'lsangiz kerak, shunday toifalar borki, ba'zan sizni hayp qilishda ayblashadi. Ayrim chiqishlaringiz bo'yicha o'zim o'qigan bo'lsangiz kerak. Chunki ba'zilarga e'tiroz bildirganingizni kuzatganman-da. O'sha tanqidim kimni adresiga borayotgan bo'lsa, o'shalarni fikri va o'shalar uyushtirayotgan odamlarda bizda trollar komandasi bor. O'zlariga ma'qul kelmaganini hayp deydi, PR deydi, nima desa deydi-da. Men biror bir masalani hayp uchun qilmaganman. Bosh maqsadim shu muammoga hal qilish, e'tibor qaratish. Men minbar, ana nimammi, auditoriyam minbar shuni chiqib ovozim yetib borishni vositasi deb qabul qilaman. Kim qanday uni tushunadi, o'ziga havola endi. Suhbatimiz boshida hattoki blogerlik faoliyatimda ham ba'zan bosimlar yoki cheklovlar bo'ladi deganga o'xshash fikr ishlatdingiz. Blogerlikda ham o'zingizga senzura qo'yasizmi? Albatta, senzura bor. Chegara bor o'zim uchun. Ya'ni o'zimga nisbatan qat'iy bir talablar bor. Bitta axborot haqida gapirish, uni chiqarish, tarqatishda kamida 2 ta manbadan tekshiraman va hokazo shunga o'xshagan xato bo'lsa tan olaman. Endi ma'lum bir yana chegaralar bor, endi uni ayta olmayman. Shunaqa. Bu kerakmi o'zi asli? Aslida kerak. Bu o'sha qo'rquv instinktining bitta narsasiga o'xshaydi. Qo'rqib turish ham o'zi normal holat. Ma'lum bir chegarada odam to'xtatish kerak-da o'zini. Ya'ni biz mukammal emasmiz-ku. Hammada xato bor, kamchilik bor. Keyin boyagi fikringizni davomi. Ba'zan o'sha chiqishlaringizga e'tirozlar yoki qanaqadir bosimlar bo'ladi yoki buni yoritma degan fikrlar bo'ladi degan nuqtai nazardan. O'shanaqa talab qo'yilganda keyin o'sha holat bo'yicha chiqish qilasizmi yo to'xtatasizmi? Agar so'z bersam-u, keyin bosimni to'xtatmasa, na prinsip qilaman, chiqishni davom ettiraveraman. Muhimi muammoni hal qilinishi. Agar masalan shu muammoni biz o'zimiz shug'ullanyapmiz, hal qilamiz desa, demak u chiqish qilinmaydi. To'xtatiladi. Qilinmaydi. Va unaqasi juda ko'p. Bo'lgan-a bu amaliyot. Haligacha ko'p bo'ladi. Juda yaxshi. Shuni o'chirib tashla degan bosimlar ham bo'lgan.
iltimoslar bo'ladi, bosim sifatida emas. Menga endi bosim ilgari ko'p qilishgan to'g'risi. Birinchi chiqayotgan payt bosim qilib, qo'rqitib, kimsan sen u yoq bu yoq. Ular ish bermaydi. U yaxshi emas. U odamni naprinsip Xo'p, qarama-qarshi urishga majbur mayli, qiladi. bosim demaylik, iltimos qildi. Ha, iltimos qiladi, to'g'ri tushuntiradi, iltimos qiladi. So'raydi. Odamgarchilik nuqtai nazaridan keyin o'chirib tashlaysizmi yo qanday? Agar haqiqatdan boyagidek masalan yuqorida aytdingiz, buni hal qilamiz bo'ldi, ishonchingiz komil bo'lsin desa, demak hal bo'lar ekan deb o'chirib tashlashim mumkin. Keyin hal bo'lishini kutaman. Yoki ayrim holatlarda bu masalan mohiyat asli mana bunday edi deb to'g'riman deb yetkazsa, xatoyimni tan olib unda ham olib tashlayman. Kamdan kam holatda bo'ladi. Kelajagingni o'yla, u yoq bu yoq degan qo'rqituvlar bo'lsa, men aksincha uni turg'izaveraman yana. Deylik sizga 100% siyosiy immunitet berilsa, birinchi bo'lib kimni yoki nimani tanqid qilasiz? O'zi hozirgi o'zi tanqid qilib gapirayotganimiz o'zi normal menimcha. Agar taklif bo'ladigan bo'lsa, men saylov jarayonini erkinlashtirish masalasini taklif qilgan bo'lardim. Ishni shundan boshlash kerak. Saylovni erkinlashtirish. O'zi men asli javobda shuni kutgan edim, chunki hokimlarning saylanish masalasida ko'p chiqish qilasizda, hali reaksiya bo'lgani yo'q. Bu katta institutsional o'zgarishga olib keldi. Biz dunyodan qolib ketyapmiz, to'g'risini aytishga. Biz hali hokimlar saylov haqida gapirib o'tirgan bir bosqichda odamlar oyda egallashni boshlayapti, realniy ochig'i, hududlarni egallayapti. Lekin bu baribir kelinadi, sababi biz endi buni hujjat sifatida qabul qildik. Kelinadi va men shuni ko'zimiz ochiqligida o'zimiz ko'rishni, his qilishni, shu o'zgarishlar bilan birga yashashni ham xohlaymizda. Ertaga bizdan keyin o'tib ketgandan keyin u yog'iga nima bo'ladi bilmaymiz. Deylik, mana hokimlar sayloviga izn berildi va saylov jarayoni e'lon qilindi. Hokimlikka nomzodingiz qo'ygan bo'larmisiz? Ha, qo'ygan bo'lardim. Qaysi darajada? Qaysiki maksimal darajada qo'yish imkoni bo'lsa, viloyatga bo'lsa, viloyatga qo'ygan bo'lardim. Tuman bo'lsa, tumangami. Hozir bir shaxsiy savol ham bermoqchiman. To'g'risi, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatganman. Bu tuhmat deb aytgansiz o'sha paytda hayotingizga nisbatan, faoliyatingizga nisbatan tuhmatlar ham bo'lgan edi. O'sha qaysi tuhmatlar edi? Aniqlik kirita olasizmi? 2020-21 yillarda meni qamashga harakatlar bo'ldi juda haqiqatdan. Bir nufuzli insonni qarindoshi prokuraturada ishlar edi. Juda anaqa qudratli odam ekan. Men yordam bergan tadbirkorlarni qiynab, menga qarshi pokazaniya olib qamamoqchi bo'ldi, harakat qilib, tuhmatlar uyushtirib, har xil narsalar qilib ko'rdi. O'xshamadi alal-oqibat. Yuzimiz yorug' bo'lib chiqdi. Qamalganlar oqlandi mana shu ishlar orqasidan. U tuhmat misol bo'lgan edi. Keyin mana orada xayriya ishlari bilan shug'ullanib turamiz haligacha. Masalan, odam uysiz, yetim yesir, qiynalgan oilalarga uy qurib beraman, homiylar jalb qilib. Masalan, 2024-yil oxirida shu 5 ta uy qurib bergan edim. Keyin internetda tarqatishdiki, uni o'ziga dacha qilib olgan, anaqa o'ziga dam olish joylari qilib olgan, hech qanaqa odamlarga qilmagan deb shunaqa bo'xtonlar tarqatdik. Vaholanki uni shularga berganmiz. Uysizlik ular yashayapti haligacha. O'sha odamlarga borib ustimdan ariza yozib berishlarini iltimos qilishdi. O'sha bir qator uy qurib berganlarim, bu inson firibgar, sizlarni aldab davlatdan pul olib, arzimaganiga uy qurib qolgan, yeb yuribdi deb shu gaplarga ishontirmoqchi bo'libdi. Endi u ham tuhmatda endi. Mana misol yaqinda mana zaryad stansiyalar buzilishini hokim topshirig'lar, mana elektromobillarga zaryadlash stansiyalarini buzib tashlashdi. Keyin yo'lda ostanovkalar xususiy mulk bo'lsa ham qaramay buzib tashladi. Shularga qarshi chiqdim. E'tiroz qilib, mulk huquqi kafolati buzilyapti deb. Gap tarqatishdi. Qo'shirboy shu odamlardan pul olgan, shuning uchun shuni chiqish qilyapti deb. Masalan, bu ham tuhmat. Shuda endi shunaqa narsalar. Balki shularni bittasini aytgandirman. Tushunarli. Qo'rquv bilan qanday kurashasiz? Juda nima bo'lsa qabristonga boraman. Otam, onam yotibdi, ota-bobolarim yotibdi. Shularning oldida o'tiraman biroz. Bilamanki, yaqinda men ham shu yerga boraman. Shular o'ylab turaman, o'lim haqida ko'p o'ylayman. Yaxshiyamki vaqt o'tkinchi. Shu ota-onam yosh o'tib ketdi to'g'risi. Otam 46 yoshda edi, onam 51 da o'tdilar. Hech narsa qilib qololmadim. O'shalarni ko'rganimda, o'ylaganimda aytamanki, bu dunyoda ustum bo'ladigani yo'q ekan, o'tib ketar ekanmiz. Qo'rqib ham o'taman, qo'rqmay ham o'taman. Iymon, or-nomus degan narsaga tupurib ham o'taman. Shunga xiyonat qilmayman desam, o'taman, baribir o'taman, ketaman. Mani hech narsa to'xtatib qololmas ekan. Ana shuni ko'proq o'ylagan vaqtingizda
insonda qandaydir darajada ozgina bo'lsa ham jur'at bo'lar ekanda. Qisqa hayotda shuni qildi. Shuda yengib o'tib olish yo'li shuda yaxshi ham og'ir kun bo'lsa ham boshimda shu o'ylayman, esga tushadi, o'tib ketadi bu deb. Yengil kunim bo'lsa ham, yaxshi kunim bo'lsa ham o'ylashga harakat qilamanki, shunga xotirjamlikka berilib qolmay, bu ham o'tib ketadi deb. Shu kuch oladigan narsa shu. Hozir bir yaxshi fikr aytdingiz. Homiylik faoliyati bilan ham shug'ullanib turamiz dedingiz. 5 ta uysiz oilalar. Endi 24 da shuncha undan oldin ham juda ko'p qilganmiz. Oxiri qilib shuni keyin sal tormoz qildim. Endi hozir qiynalgan, mana shu uylar yonib ketgan oila bo'lsa, ta'mirlab beryapmiz. Endi savol, bu endi yaxshigina mablag' talab qiladi-da. Sizni daromad manbaingiz nima? Homiylik darajasiga chiqish. Homiylik. Masalan, men ham davlat ishida ishlayman, lekin hali bunaqa homiylik qilishga yo'q, men o'zim homiylik, men o'zim ham ozgina qilaman. Menga ishonadigan insonlar bor. Siz aksiya qilasiz. Yo'q, yaxshi insonlar bor, shunday chiqaman. Iltimos, o'zlari ba'zan aytib qo'yishadi, Rasul aka, shunaqa joiz bo'lsa ayting, biz o'sha aynan joyiga shuni yetib borsin, beradigan yordamimiz deb o'ylayapmiz, sizga ishonamiz dedi. Shuni ishonch uchun katta rahmat ularga. Shular ishga solaman. Shunday homiylar yordamida qilaman. Juda yaxshi. Faqat o'zim homiyligim emas, o'zim qayrimga yetkazaman. Shu savolni yo'q, o'zim ham qo'shaman, qo'ldan kelgancha. Bizni kuzatuvchilarimizga aytib qo'ying, Rasul Kusherbayevning daromadlari nima? Rasmiy oyligim mani. Endi uyda sigirimiz bor, mana hozir sut beradi, mana sotyapmiz. Yana bir ikkita dehqonchilikka o'xshagan narsalarimiz bor. Issiqxona ham siznikimi yoki u yerda? Do'stimizniki hozir. Do'stim. Endi o'zi yurgizadi hozir. Men endi borib qarashib turaman har zaman. Daromadiga sherikmisiz? Yo'q. Sherik emasman. Tushunarli. U mehnat o'ziniki, o'zi qiladi. Hozir yana bir narsani so'rashim kerak. Bugungi yoshlarimizga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Vaqtingizdan unumli foydalaning, vaqtingizni o'tkazib yo'qotib qo'ymang. Ertaga shu hozirgi o'rganib, hozir erishib oladigan natijaga ertaga erishish uchun qaytib kelmaydi vaqt. Shu vaqtingizni yo'qotib qo'ymang va ishoningki, hozirgi yoshlik g'ayratingiz, kuchingiz, quvvatingiz, zehningiz bu ham vaqtincha, ertaga unga qayta olmaysiz. Shuning uchun hozir qiladigan ishni hozir qilib qo'ying. Kelajakda hayotingiz yaxshi bo'lishi uchun. Savolimning asosiy qismi ham bor edi. Xo'p. Ayniqsa davlat boshqaruviga ishga kirayotgan yoshlarga nimani maslahat bergan bo'lardingiz? Chunki mana hozir siz bilan bizning suhbatimizda ko'p davlat boshqaruvi haqida fikrlar aytildi, tanqidlar aytildi shu nuqtai nazardan. Davlat boshqaruvida ishlamoqchi bo'lganlarga ham aytadigan gapim shu. O'zingizni narxingizni qancha ekanligini yaxshi bilishga harakat qiling. Qiymatingiz qancha. Agar o'zingizni bahoyingizni qimmat deb hisoblasangiz, demak shu qimmatli kadr bo'lishga harakat qiling. Lekin asosiy maqsad ustuvorlik o'sha ketayotgan yo'lingizda aynan qaysidir lavozimga yetib borish degan bo'lmasin. O'zingiz egallagan sohangizda yaxshi mutaxassis bo'lish istagi bo'lsin. Yaxshi mutaxassis bo'lsangiz va siz qilayotgan ishni qolganlar sizchalik qila olmaydigan darajadagi professional darajaga harakat qilsangiz, intilsangiz, sizni davlat o'zi tanlab oladi. Sizni davlat o'zi ishiga chaqiradi, yaxshi narx to'laydi, yaxshi o'rinni beradi. Agar unaqa kadr bo'lmasangiz, siz faqat tanishlaringiz orqali davlat ishiga kirasiz yoki beradigan porangiz orqasidan davlat ishiga kirasiz. Qachonki porangizni kuchi tugaganda yoki o'sha sizni qo'llagan yaqiningiz ishda ketganda, sizni ham o'sha karyerangiz shu yerda tugaydi. Agar shu mutaxassis o'zingizni ishingizni yaxshi egasi bo'lsangiz, qadriyatlar bilan qandaydir darajada yashaydigan inson bo'lsangiz, siz har joyda kerak odam bo'lasiz. O'rningizni yo'qotmang, shu endi aytadiganim. Juda yaxshi. Bilasizmi, siz bilan suhbatimiz haqida biz do'stlarimizga, yaqinlarimizga xabar qilgandik. Hatto SMS-dan bir ikkita savollar keldi. Keling, shu ham qolib ketmasin. Suhbatimiz boshida ham aytib o'tdingiz, harbiy qismlarda uchrashuvlarda bo'lib turaman deb. Mana shu uchrashuvlarda sizni eng xursand qilgan narsa nima, ko'nglingizni xira qilgan narsa nima? Yo'q, ko'nglimni xira qilgan narsani eslay olmayman. Xursand qiladigan narsa harbiylar ichida ham siyosiy jarayonlarni kuzatib boradigan zamonaviy bilimga ega bo'lgan askarlar ko'p. Bor. Ilgari men kam ko'rardim, lekin yildan yilga ular safi ko'payib boryapti. Bu narsa xursand qilyapti meni. Yana bitta savol. Yaqinda askarlarimiz uchun juda katta imtiyozlar berildi. Xabaringiz bor? Hatto mana shu muddatli harbiy xizmatni o'tash davomida u qo'shimcha hunar o'rganishi, tili o'rganilishi, hattoki oliy bilim yurtiga o'qishga kirmoqchi bo'lsa, onlayn imtihon topshirishi haqidagi tashabbuslarni prezident shaxsan o'zlari ilgari surdi. Bunga munosabatingizni bilmoqchi edim.
bu endi shu harbiy sohaga xizmat qilishga bo'lgan rag'batni uyg'otadi. Bu normal meni qarashim. Bo'lishi kerak shunaqa, bu yaxshi holat. Bunaqa rag'batlar yaxshi qarayman. Normal, lekin o'sha insonning harakati haqiqiy shunga loyiligiga qarab berilishi kerakda imtiyoz. Masalan, qaysidir insonni kimdir farzandi qarindoshi bo'lgani uchun unga berilishi kerak emas. Insonning o'zining mehnatiga unga o'ziga berilishi kerak. Shu. Armiyada mana shu joyda aynan tenglik, ochiqlik mavjudligini aytib o'tmoqchiman. Yana bitta narsa, siz umuman jamiyatni, xalqaro siyosatni kuzatib borasiz. Bugun qurolli kuchlarimizdagi islohotlar haqida fikringiz qanday? Mana dron masalasi, umuman keyin havo hujumidan mudofaa sohasidagi masalalarda faol izlanishlar, yangilanishlar olib borilayotganligi meni juda xursand qilyapti, to'g'risi. Ya'ni bugun bu kerakda. Jahonda bo'layotgan o'sha kurashlar shuni juda ham ko'rsatyapti. Demak, qaysi mamlakatda o'sha uchuvchisiz apparatlardan foydalanish imkoniyati yuqori bo'lsa, shuni yaxshi bilsa va o'z o'rnida havo hujumidan mudofaa imkoniyatlari yuqori bo'lsa, bu unga katta ustunlik berar ekan. Ya'ni endi oddiy aytganda, ilgarigidek an'anaviy bo'lgan tanklar bilan kurash, piyoda kurash degan masalalar ikkinchi planga o'tib qolyapti. Ya'ni ustuvorlik shunday ekan. Shundan kelib chiqqan holda O'zbekiston ham bunga e'tibor qaratayotgani meni xursand qiladi, to'g'risi. Men o'ylayman, biz Osiyodagi eng kuchli armiyalar qatoriga chiqa olamiz, bunga imkoniyatimiz yetadi. Hozircha yaxshi ketyapti. Endi yana biz bilmagan nimalardir bor, to'g'risi, lekin ishonchim komil. Ayrimlari ko'rsatib turiladi, bu bizni ancha xotirjam qiladi bir tomondan. Biz ham o'sha yo'lda ketayotgan ekanmiz deb. Shu ma'noda bu yo'nalishga qancha o'sha resurs jalb qilinsa, men roziman, masalan, xursand bo'laman. Biz juda ko'p mavzuda suhbatlashdik, nozik mavzularda ham so'z yuritdik va sizga so'nggi savolim. Bugun aytilgan gaplar uchun ertaga javob berish talab etilib qolinsa, bunga tayyormisiz? Rost shunga gapiryapmanmi, demak, shunga ham javobiga tayyorman. Bo'lmasam gapirmasdim. Va gapirgan gaplarim birortasi yolg'on emas. Meni javobgarlikka tortish faqat uni yolg'onligidan bo'lishi mumkin. Men buni haqiqatligini har qanday darajada isbotlab bera olaman. Shuning uchun gapirdim. Rahmat sizga. Rahmatli Karim Bahriyev ustozimiz, vatanni sevish faqat maqtash emas, ba'zan muammolarini qattiq aytish ham degan bir ajoyib gaplari bordi. Shu ma'noda sizni ham vatanparvar inson, muammolardan ko'z yuma olmaydigan, muammolarga duch kelganda achchiqroq gapiradigan jurnalist, hamkasb sifatida hurmat qilamiz va bugun qarorgohimizga tashrif buyurganingiz uchun sizga katta rahmat. Rahmat. Juda yaxshi suhbat bo'ldi. Qarorgohda o'tirib, tinch gaplashgandek bo'ldik-da o'zi ham. Xuddi shunday. Rahmat kattakon. Biz boshida shunday so'z bergandik kuzatuvchilarimizga. Bugun sukunatni buzamiz degandik. Menimcha ayrim sukunatdagi joylar buzildi. Bunga eshitganlar o'zini xulosasini beradi. Rahmat sizga tashrifingiz uchun. Rahmat. Sog' bo'ling. Ishlaringizga omad. Sog' bo'ling.